Bilasanmi, Ma'mura? Bir voqea bo'lgan edi. Ikki kishi bir-birini juda ham qattiq sevishar ekan. Ular baxtiyor ekan. Qiz yigitga nisbatan biroz kattaroq ekan. Bir kun qizga yigitning turmushini, istiqbolini barbod qilasan deb aytishgandi. Qiz bu gapga tushunibdi-yu. U bilan vidolashga ahd qildi. Yigit mutlaqo unsizlikka tushibdi, yolvoribdi. Boladek yig'labdi. Lekin qiz uni ko'ndiribdi. Xat yozib turishga va'da beribdi. Birinchi maktub ertasi kuni yoq kelibdi. Qiz o'z maktubida uni juda ham qumsayotganini, bu yerdan jo'nab ketayotganini yozibdi. Keyin qo'lidan kelgancha ko'nglini ko'taribdi. Rosa bir yil o'tganda ikkinchi maktub kelibdi. Bu ham g'amgin, ma'yus yozilgan ekan, lekin avvalgi maktubchalik emas. Ba'zi narsalar unutilganday, xotiradan ko'tarila boshlaganday bo'ldi. Qiz maktubining oxirida xiyobonda yurganida oftob shu'lasiga qarab birinchi bor tabassum qilganini yozibdi. Undan keyingi maktub 5 yildan keyin kelibdi. Bu maktubda qiz endi uni juda ham qumsayotganini, tez-tez kulib ham turishini, bir marta hatto tansiga ham tushganini yozibdi. O'z qalbida yigitga nisbatan ajib mehribonlik tuyg'usi paydo bo'lganini yozibdi. 5 yildan keyin yana bir maktub kelibdi. Oradan shuncha yil o'tib ketdi deb yozibdi qiz. Allaqachon uylangandirsan. Oilangdagilar seni izzat hurmat qilishar. Men bo'lsam qarib qoldim. Agar hozir yonma-yon tursak bizni ona bola deb o'ylashgan bo'lardi. Biz ajralishib to'g'ri qilgan ekanmiz debdi. Yigitga ana shu maktublar madad berardi. Chunki dastlabki yillarda u jonidan voz kechmoqchi bo'lgan edi. Qattiq iztirob chekkan edi. Qizni hamma yerdan axtargan edi. Faqat onda-sonda kelib turadigan maktublar uni joniga g'ora kirib, biroz ko'nglini tinchitib turar edi. Yigit faqat bir narsani, qizni qayoqqa ketganini, qayerga yashiringanini bilmas edi. Nihoyat ular vidolashgandan keyin 20 yil o'tgach, eng so'nggi maktub kelibdi. Meni deyarli unutib yuborgan bo'lsang kerak deb yozibdi qiz. Sen bilan vidolashgan kunimni ertasigayoq o'zimni o'ldirganim uchun meni kechir. Sensiz men hech ham yashay olmas edim. Meni iltimosimga ko'ra 20 yil mobaynida senga xat yuborib turishdi. Sen bilan faqat mehribonona va ehtiyotli bilan vidolash uchungina men shu maktublarda sen bilan birga yashadim. Birga. Rostmi shu? Yo'q, Barbiusning hikoyasi. Mehribonlik deyiladi. Nimaga esladingiz uni? Shunday o'zim. Bilmadim. Ehtimol ba'zida shunday bo'lishga irodamiz yetmagani uchunmi? Ehtimol ba'zida irodamiz yetmagani uchunmi?